barglarning tashqi tuzilishi hamda oddiy va murakkab barglar. Barglar novdaning yon vegetativ organi bo'lib, vazifasi suv bug'latish hamda transpiratsiya hisoblanadi. Barglar tuzilishiga ko'ra tarkibiy qismi barg yaprog'i hamda barg bandiga bo'linadi. Ayrim o'simliklarning bandini pastki qismida qo'shimcha yon ildizlari bo'ladi. O'simliklar barglari poyaga barg bandi orqali yokida bandsiz, ya'ni yaproqlarning pastki qismi bilan birikadi poyaga. Bargi bandi bilan poyaga birikkan o'simliklarga 10 ta misol keltirilgan. Birinchisidan o'tsak, bargi bandi bilan 10 ta misol keltirilgan. Birinchisi olma, o'rik, 9 ta edi, uzr, 9 ta. Olma, o'rik, nok, to'rterak, yong'oq, 6 anjir, 7 tok, 8 bodring, 9 qovun. Xo'p, barglari bandsiz birikkan o'simliklarga 7 ta misol bergan. 7 ta misol. Ularga lola, shirachi, gulsafsar, bug'doy, 5 makka jo'xori, 6 arpa, 7 sholi. Xo'p, endi barglar o'simliklarning turiga qarab turli xil tomirlangan bo'ladi. Misol uchun, ikki urug' pallali o'simliklarda urug' pallali patsimon yokida panjasimon tomirlangan bo'ladi. Ikkinchi nomi to'rsimon ham deyiladi. Xo'p, bir urug' pallali o'simliklarda parallel hamda yoysimon tomirlangan bo'ladi. Parallel, 2 yoysimon. Xo'p, tomirlarning o'zi vazifasi poyadan kelgan oziq moddalarni bargga o'tkazadi va bargda hosil bo'lgan organik moddalarni poyaga o'tkazadi. Xo'p, barglar tuzilishiga ko'ra ikki xil bo'ladi: oddiy hamda murakkab barglar. Oddiy barglar bular agar barg bandida bitta barg yaprog'i joylashgan bo'lsa, bunday barglar oddiy barglar deyiladi. Oddiy barg 10 ta misol keltirilgan kitobda. Ularga olma, 2 o'rik, 3 nok, 4 shaftoli, 5 terak, 6 tut, 7 tok, 8 yantoq, 9 g'o'za, 10-si burchoq. Xo'p, endi murakkab barglar. Murakkab barglar bandida bir nechta yaproq bandchalari bilan joylashsa, bular murakkab barglar deyiladi. Ya'ni bitta barg bandida bir nechta barg yaproqlari, yana bir nechta bargchalar bo'ladi degani. Bularga 9 ta misol keltirilgan murakkab barglarga. To'qqizta misol. Birinchisi soxta kashtan, ikkinchisi yong'oq, 3 na'matak, 4 shirin miya, 5 beda, 6 qulupnay,
7 loviya, 8 no'xat va 9 yer yong'oq o'simliklari. Xo'p, oddiy barglar yana barg yaprog'iga ko'ra 3 xil bo'ladi turi, ya'ni patsimon, panjasimon hamda 3 bo'lakli qirqilgan. Oddiy barglar yaprog'ini tuzilishiga ko'ra 3 xil. Bir patsimon, panjasimon, uchinchisi 3 bo'lakli qirqilgan. Xo'p, endi murakkab barglar. Murakkab barglar ham bargni yaprog'iga ko'ra 4 xil bo'ladi. Barg yaprog'iga ko'ra 1 3 bargchali, 2 panjasimon, murakkab panjasimon, 3-si patsimon, juft patsimon hamda tog' patsimon. Xo'p, endi murakkab barglarga misollar ko'rib chiqamiz. 3 bargchali. 3 bargchaliga 5 ta misol keltirilgan. Ular beda, sebarga, 3 qulpanay, 4 loviya, 5 mosh. Xo'p, endi murakkab panjasimon. Bitta misol. Soxtakashdan. Xo'p, uchinchisi juft patsimon. Juft patsimon o'zi agar o'sha aytdik murakkab barglarda bitta barg bandida bir nechta yaproq banchalari bilan joylashadi dedik. O'sha bargchalar asosiy bandni, umumiy bandni oxirigacha qarama-qarshi joylashgan bo'lsa, bular juft patsimon deyiladi. Juft patsimon. Bu o'simlikka bitta yer yong'oq o'simligi misol bo'ladi. Endi tog' patsimon. Bunda bargchalar umumiy bandni oxirida bitta katta barg bilan tugaydi. Bular tog' patsimon deyiladi. Bularga ham bitta misol keltirilgan, shirinmiya. Xo'p, yana tog' patsimonlarda oxirgi katta barg bilan tugaydi dedik, u barg umumiy bandni oxirida. O'sha tog' bargni o'rniga gajak hosil qilgan o'simliklar bor. Ularga 2 ta misol keltirilgan, no'xat hamda burchoq. Gajakli 2 ta no'xat hamda burchoq o'simliklari misol bo'lgan. 5-si yana berilgan ma'lumotlardan 2 karra patsimon murakkab barglar bor. 2 karra patsimon. Bu o'simliklarga 3 ta o'simlik misol keltirilgan. Ular totim, shoyi hamda akatsiya. Endi barglari yaxlit bo'lgan o'simliklar ham berilgan. 6 3 ta o'simlik. Olma, o'rik hamda gilos o'simliklari misol keltirilgan. Xo'p, barglari o'yilgan, yaxlit hamda o'yilganga bo'lgan bo'lsa, hozir endi o'yilgan. Barglari o'yilgan o'simliklarga 4 ta misol keltirilgan. Ikkinchisi
o'yilgan. Уже bu barglari yaxlitdan boshlab murakkab bargga kirmaydi bular. Aralash. 7 bargi o'yilgan. Bularga 4 ta misol keltirilgan. Birinchisi g'o'za, anjir, tut hamda tok o'simliklari misol bo'ladi. Yana barglari juda ham maydalashib ketgan, qitiqsimon shakliga kelib qolgan, bandi ham bo'lmaydigan, uzunligi 2 mm keladigan saksovul va qandim haqida ham misol keltirilgan. Saksovul va qandim qitiqsimon, bandsiz, uzunligi 2 mm keladigan bargli. Yana o'simliklar berilgan 3 ta. Ular rovoch, ojut hamda kovrak o'simliklari. U o'simliklarni bargining uzunligi haqida ma'lumot berib o'tgan. 50-70 santimetrdan 1 metrgacha bo'ladi bargining uzunligi. Rovoch, ojut, kovrakda. Xo'p, yana oilalardan 10. Qoqidoshlar. Qoqidoshlarda ikkinchi nomi bor, murakkab guldoshlar deyiladi. Shuni ham ma'lumot sifatida berib o'tgan, shunga yodlab ketishimiz shart. Murakkab guldoshlar. Xo'p, va ziradoshlar. Ikkinchi nomi soyabon guldoshlar. Bularni bo'yi 50 santimetrdan 60 santimetrgacha bo'ladi. Va nihoyat berilgan ma'lumotlar shulardan iborat.